Navbatdagi mol tarozimizni Namangan viloyati 3 tumaniga olib keldik. Jidakapa qishlog'iga. Novasimiz 508 kilo. Mol aqa-baqa qimillaganda ham kilo mana bittada qotadi, o'ynamaydi. Ya'ni tarozilarimiz razmeri har doimgidek uzunligi 2 metr, endi 1 metr, ikkita eshigi bor, arkasi bor, yig'ishtiriladi. Bu tarozimizga 2 yil garantiya beramiz. Har bitta zapchasimiz 2 tonnalik zapchaslar Turkiyaniki. 2 yil ichida tarozi ishlamay qolsa, buzilib qolsa, besplatni almashtirib beriladi. Zapchasi ham, deylik, monitor gallasi ham almashtirib beriladi. Aka, tarozi ma'qul bo'ldimi? Ma'qul aka. Yoqqan taraflari nimada bo'ldi tarozimizni? Tarozi ishlashida yoqqan tarafi. Ishlashida birga bir hamma tarozi bilan birga bir ko'rsatadi. Ko'ngildagidek chiqdimi axir tarozimiz? Zo'r aka, yoqdi. Mana Eshanglar. kimgadir shunaqa tarozilar yasash xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani e'tiborlaring uchun hammaga rahmat.